Necha minutda yakitadiganini japa tatib necha soat qildi ekansiz opa deydi bolalarim. O'ylab baqsam rost shunaqqa bir muncha vaqt sarf qilib bitdim deyaverib yana oqini bir muncha vaqtlar beshiq turdigan ish emasmi? Mushak kelganda mehribon japokash onalarga rahmat etmay bo'lmaydi jumu. Bugun men sizlarga 5 minutda qilib 5 soat yeydiganni keldim. Qo'pingiz rahim musobaqa boshlang'ich yurakni bir sab g'achdan qilib qaynoq chiqqani bir. Oldi mena yaqo'ymiza qozog'a men ishiltitqinim hammalarga to'nishuv ketgan Al-Nuri organik miyi. Aka yog'ni qizitmayli qo'noqni sab qo'rimiza bizni qo'rsoq mashlaq bir tashkita etlishga boshlaydi. Bu aka eg'izni yepib o'rib-cho'rib ilashtirimiza qarangizlar amjihlatlaydi. Mana mashlaq hammasi etilib ketgandiki, aka buni bir sayniga qo'ydirib tattiq qildigan qozon bizir, suv bizir, shakar qo'yib ilashtirib eritib, aka yem bizir may qo'yimiz jumu ustiga. Uyingizda seriq may o'z teg'indimi amda bo'ldi jumu. Am o'tini o'chirsab, aka qo'noqni sab ilashtirimiz jumu bo'lmasa chiqib qoldi. Qozonda og'irlik vaqtingizda bizga yepishidi, bu aka qo'rishqandiki, andi asta qo'yib atadi jumu. Mana qarangizlar kinoxonlardagi hal payz qo'noq etildirmasiga o'xshabdimi? Chokolat ta'mli hech yaxshi ko'radigan bo'lsangiz chokolatni eritib mashlab milab yesingizlar va shundoq payz oldi tangizlar. Amma samangizdagi rahmat yurak berishni unutmangizlar. Xayr xo'sh.